Hurmatli azizlar, mana bugun esa xotira va qadrlash kunida Otaxon Xudoshirovni muzeyiga tashrif buyurdik. Muzeyda mana suratlari Otaxon Xudoshirovni xuddi ustozni hayotiga tushib qolgandek bo'ldik. Mana bu yerda rasmlari, ishlatilgan instrumentlar, mana ustozni do'sti bilan rasmlari, Otaxon Xudoshirov va Niyozov bilan rasmlari. Xotira va qadrlash kunida ustoz san'atkor Mashq Xorazm san'atini juda katta mavqeda yuqoriga ko'tarib bergan ustoz Otaxon Xudoshirovni muzeyda biz o'zimizga ancha motivatsiya oldik. Ustozning yashagan hayotini mana ishlatilgan ichgan piyolalari, choy ichgan choynaklari, mana ustoz suratlari mana bu yerda olgan xalq artistlar nimalar, unvonlari. Mana ustozni Otaxon Xudoshirovni ramziy haykali qo'yilgan ekan. Tashkillashtirgan tashkilotchilarga tashakkur etib qolamiz. Mana ustozning hurmati hozirgi kunda ham juda yaxshi mavqeda saqlangan. Ustozning izdoshlari ko'p bo'lishini istaymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat